2026-yil 26-iyul kuni do'stlar Toshkent viloyati yangi yo'lga kelganmiz. Oldin partiya chiqardik. Xudo xolasa nima bo'ldi, nima qo'ydi, endi do'stimizdan hammasini so'rab bilib olamiz. Videoni boshida aytib ketdik, bizani kanalni obunachilari AQShdan kuzatishar ekan, Gollandiyadan bor, Turkiya juda aktiv. Keyin Norvegiyadan ham bor ekan. Qarang, shu sovuq o'lkalardan ham kuzatishar ekan. Alloh rozi bo'lsin. YouTube statistikasi ko'rsatib beradi menga. Yana kim qaysi musofirda akalarimiz, kim qayerdan kuzatishyapti? Saudiyadan kuzatayotgan do'stlarimiz bor. Bemor birodarlarimizga haqiqiy duo qilib qo'yish esdan chiqib qolmasin do'stlar. Amaki assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Zo'r, Allohga shukr. Charchab qolmasdan. Yaxshimi? Oldin partiyalarimiz nima bo'ldi aka? Egalariga jo'natdi aka. Hammasini sekinlik bilan, ha, xudo xolasa mana. Yengil. Kommentariyada ham partiya so'ragan akalarimga xudo xolasa mana aka. 5 bosh g'unajinidan bor, 5 bosh buqachasidan bor. Yaxshi. O'sha oldingi videomiz kommentigacha bitta akamiz 2023-yil mol olgan ekanlar sizdan. 7,5 millionga. Bilaman o'sha payt bir qop pul bo'lgan. Lekin 2025-yil bitta tug'ibdi. Bu yil yana bitta tug'ibdi. Ikkita bolasini olibdilar. Qarang mana barakali sabab. Boqsa chorva yaxshi. Endi ani reski qo'lga kalkulyator olib olish kerak emas. Olayotganda hamma narsa qimmat tuyuladi. Oluvchiga doim qimmat, sotuvchiga doim arzon. To'g'ri. Chunki birsi pul topishni o'zi oson emas. Kommentariy ochuv do'stlar, oldingi videoni ko'rsangiz. Shunaqa narsaki, ani chorvaga tikkan pulni unutish kerak. Azroq sabr qilish kerak. Sabr qilish kerak, ha. Rohatini keyin ko'rasiz. Do'kon emas, ani 1000 so'mga olib kelib 1200 so'mga sotadigan. Ha, to'g'ri aka. Buni zo'r g'unaji masalasi zo'r yechimmi o'sha vodiyda Abrorus Habibulla Aliyev ustozim ko'rsatib berganlar. Hozir akam ham g'unajini boqyaptilar. Shu xudo xolasa 1-2 oylarda video obzor qilamiz. Chorraha sodalagan g'unajilarni ham, Alloh nasib qilsa. Aka, ma'lumotlar bilan ketdi. Xo'p, soniga 10 ta aka. Xo'p. 5 ta buqa, 5 ta g'unajin. 2 oydan o'tgan. Eng kichkinasi ham? Oldi 4 oylikgacha. Mana mashina 2 oy bormi? ham bo'ladi. Mashinasi eng kichkinasi shunisi. 88 o'n. Yondiga nuqtada turganlari aka. Nuqtada turganlari g'unajin. Tasmaliklari buqacha. Mana tasmaliklar. Tasmaliklari buqacha. Mana jonim. Bularni qarang. Bir donaga ham sotilaveradi aka. Eng kattasi 15 million so'm. Hammasini to'xtatmanga haydadiganga ham sotadi. 13,5 million so'mdan. Bir joyda. 12,5 dan 15 gacha, bir joyda 13,5 dan. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Mana. Bir dona olishsa, bu yog'i Samarqand, bu yog'i Andijongacha. Do'stlar, galishni o'zgarmaydi deganlar uchun mana buni qarang, shu oldingi videoda ham qo'yuvdik-ku kattani. Aka, mana misol keldi, tayyor. Mana o'sha buqa misol 50 million. Hozir mana bu buqa 14 million. Mana hozir shu kecha kunduzda bozorda gideti 9-10 million sotilayotgan g'unajilarda, mana shundog'ini 9 million, 8 million, 10 million sotishyapti g'unajinini. Sigir bo'lgan varianti. Uni nima qildi sementalni? Onasi qolib, bolalar ketdimi? Yashang. Buyursin olgan odamlarga. Mana jonivorlar aka. Lekin odamlarni chaqirlik, 23 millionga sigir emas, bizoni olishdi. Kelajagiga yaxshi investitsiya kirgizishyapti, aka. Chunki ko'rishyapti-da. Yaxshi narsa bor. Mashina boshlaylik mana o'zi ajralib chiqdimi, ko'cha hozir mana buqalarni shuni ajratib beraman. Mana ham chiqadi. Mana shu buqalarni ajratib beraman. Ha, shumtaka. Bahrom aka yugurtirmalaring. Mana aka, 5 ta buqasini hozir ajratib beramiz. Mana 4 tasi ajraldi, hozir 5-inchisi ham ajraladi. To'xtalaring. Qo'yt. Mana aka. Emas, qo'yt. 5 ta buqachasi. 5 ta buqachasi. Bir joyda olgan odamga 14 million so'mdan. Mashla? O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Sutdan chiqqanmi? Aka, mana bunisiga berish kerak. Men eng kichkina mashina? Eng kichkinasi mashina. 85-65 ekan. Qolganlariga bermasa ham bo'ladi. Lekin men beryapman aka. Men kattaga hammi? Hammasiga. Mana soniga 5 ta aka. Bir joyda olgan odamga 14 million bo'lgan. Ovqatga ham o't bo'lgan. O'sha ovqat polni yeyapti. Shuning uchun biqilari ham sut, ham yem bo'lganiga biqilari zo'r bo'lib turibdi. 85-61. Mana bu kattamiz. Eng kattasi shu, 15 million so'm yakka o'zi. 85-69 amini. Gibridi. Qarang aka, birinchida turgan qora olasini 13 million so'm qilib beraman. Mana bu gibrid kichkina deganimizmi? Mana bu gibridlari 14 milliondan qilib bera olaman. Mana bu gibrid. Ikkita ekan-a gibrid. Gibridda 14 million. Mana bu qora olasi ham 14 million so'm. Sal xunukroq lekin ko'rsatib ketib bilan sarichichi ichki ketishlardan o'tib ketibdi. Jonim akam, oy kunini aytyapmiz. Har bir so'ragan odamga alohida videosini tashlab beramiz. Eng muhimi siz kunlarda uzoq yo'lga ham yetib boradi, bilan. Yetib boradi aka. Ichi bizdilib chayqalib chiqaryapmiz aka. Kechqurun porchkali mashinada kerak bo'lsa tepasi ham ochiladigan mashinalarni chiqaryapmiz. To'g'ri, mana bu issiqlar. Zaklar tushadi, mollar yetib boraveradi. Xo'p, buqachalarni shunda 13 milliondan
15 milliongacha. Bir joyda olsa kattasi, 14 15 million. Ha. Bir joyda olsa 14 million so'mdan. Ha. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab. Qilib beraveramiz 5 ta buqani. Ha, 5 ta buqani. Endi bitta ikkitaga ham qilib beraveramiz aka. Aloqaga chiqishsin, kelishilgan holatda 12 ta viloyatga qilib beryapmiz jon aka. Qaysidir molni sotuvga chiqarishga uspet qilamiz, lekin doim buzovchalarimizda bor. Ha. To'xta. Mana malakalar. Men mahbus 786-chi. Qattandir ma'yus boqaman deydi, anonsi maza qilyapti. Endi g'unajinlarni ko'rsatamiz. Bo'ldi, ko'rsatamiz g'unajinlarni. Xo'p, mana keldi amirimiz. Eng kichkinasi mana shumida yoningizdami? Hozir ajratib olaylik aka. Xo'p. Mana Bahrom aka, shuni ajratib. Siz issiqda Bo'ldi. oson bo'lmayapti. Mana 4 ta, hop. Soyaga qochadi-ya, bular ham jonini qadrini biladi. Kommentar oching do'stlar, yozinglar. Nima qanaqa sigir ishqibozi ko'proq? Kim nima deydi? Fikr almashamiz demoqchiman. Bemalol kim qayerdan kuzatyapti, eng muhimi xursand bo'lamiz. Bularni buqalardan qimmat etsam, buqalar xafa bo'lib qoladi. Bulardan bir xafa bo'lib qoladi. Bular 5 tasini bir joyda olishsa aka, ustimdan pul deb bermagan nomard. 13 million so'mdan. Faqat unga o'tkazamiz, bunga o'tkazamiz emas, imindi shularni sotuvga chiqaramiz aka. 13 million so'mdan. 5 tasini bir joyda olgan odamga. Bular shvedmi deyman? Nemis shvedlari? 5 tasini bir joyda olgan odamga O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz aka. 13 million so'mdan. Mana 88 10 quloqni. Narxida yanishib, panishib qolmadik. To'qol aka. Bor narx aka, sotildi deb videosini ham xudo xolis qo'yib beramiz. Bu yoqqa chiqaraylik. Ha, Hozir Bahrom aka ham anaqa Qodir aka mashinasi trendga chiqib ketadi. ha. Ba'zi tiraman yoki. Olib chiqaray aka. Mana shuni to'kalarni qarang yurishini maza qilib. Mana. Soniga 5 bosh. G'unajinlaridan aka. Aha, eng kichkinasi shunda 2 oy plus. Mana bunisi. 88 o'ni. Uni. Bularni qarang, shvedlarimizni zo'r Aka, hammasini iligi baquvvat, suyiga katta suyi, ya'ni anaqasi zo'r korpuslari. Yurg'iz oling. Mana shundaga ham qolib kesib oldingiz bizdan, oldin safar chiqardik mana shuni. Bitta shu. 5 ta aka soniga bir joyda 13 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab qilib beraman, bir joyda olgan odamga. To'xtalaring. Mana do'stlar. Tanlab olishga ham aka sal bu yog'i. Misol 12,5 dan 14 milliongacha ham qo'yaylik. Mana 12,5. 12,5. Turishini qarang bularning. 12,5 likni jup qilib beramiz, mana buni ham beramiz. Mana chetga 12,5 dan 2 ta. Endi shuga pulim yetadi desa, mana shu 3 tani ham qilib beraveramiz. 3 ta, ha. 85 14 million, ha. 8808. Mana bu ikkita 14 milliondan aka. Bahrom aka quyoshga chiqarib bering o'sha. Mana bular 14 dan aka. 8808 14 keyin 09 88 09. Do'stlar, mana bu g'unajinlarni xohlagan g'unajinchingizga ko'rsating, xohlagan sigirchingizga ko'rsating. Mana bu buzoqcha, shu qanaqa sigir bo'ladi deb so'rang. Orqa boshlari o'zi aytib turibdi aka mollarni. Ha, shuni aytaman-da. Yo, kimdir yangi ish boshlayotgan odam bo'lsa, maza qiladi aka bularni. Kimdir yangi ish boshlayotgandir. O'sha odamga deyman-da. Buzoqlarni birontasini bir yo'tal, mo'tal, ko'zi ko'r, oyog'i cho'loq unaqasi yo'q aka. Ha, ko'z tegmasdan. Bori shu endi, ana nima deydi? Kichkina buzoqchani olib, ichini ketkizib. Raddomdan qushxonaga ham garantiya bermaymiz biz. To'g'risi, bizanikilar yangi tug'ilgan buzoq raddom bo'lsa, o'y qushxonaga yetkazib olguncha garantiya bermaymiz. Ha, so'ylagan paytgacha. Ha, endi aka hammani peshonasida yozilgani bo'ladi. Raddomdan deganlari mana bular tuqqunicha jon beradi. Voy, yularing. Yur. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi, hamma moldan garantiya so'raydi. Ha. Men o'sha garantiya beraverganlarga men qarshiman o'zi. Kechqurun gaplashgan odamlarimizni ertalab janozasiga boramiz, ular menimcha garantiya deydi. O'zimizga garantiya yo'q-ku. Iloji bo'lsa, kelib ko'rib olsa, nur ustiga a'lo nur aka. Bularni? Ha. Lekin do'stlar, tavsiya beraman, chuchuvi zakilat tashuringlar, zakilatinglar, shu misol uchun mana shu buzoqcha zakilat tashladingizmi? Kimdir sizdan oshirib so'rasa ham unga berish yo'q. Yo, baraka aka, biroz hali bizning orqamizda halollik foydadan ustun. Alba unaqa narsa bo'lmagan. Alloh rozi bo'lsin aka. Umrimiz oxirigacha shunaqa bo'laylik. Qo'ldan kelgancha hammaga chiroyli yechim qilib beramiz aka. Siz hammani ko'nglini bir deya olmaysiz. Ha, shunaqa aka. Sal yurg'izib yuboring. Gibrid to'sib qoldi. Yaxshi mol doim qimmat. Mana aka, qarang qaldirg'ochchi bolalarni. Olinishi ham, sotilishi ham. Lekin yaxshi narsaga pul tiksiz, ertaga umringiz bir pasda o'tib ketadi. Kecha maktab bolasi edik, maktabda o'qib yurdik. Hozir qarang. Bolalarni maktabga chiqaryapmiz. 16 yoshli uylangan sibdoshim qiziga suv chiqyapti. Men yuraman hali. Ana aka. Kimgadir oldin, kimgadir keyin. Endi bori shu aka, temadan uzoqlashmaylik. Bir joyda olishsa 13,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz.
Qayerga ozgina Ha, o'tirasan? endi aka bunday narsada nasiyaga, variantga, kreditga mol yo'q. Biz Ha, sotmaymiz unaqalarga. yashan, aka. Naqd pulga sotamiz. Ha, Endi aka savdo qilayotgan odam ham sal insof bilan nima qilsin? Insof bilan narx qo'yilyapti. shunaqa. Oldi qochdi nima yo'q. O'zingizda bo'lgan necha pul Ha, berasiz? 60 millionga sigir olsin, men keyin buzog'ini borib savdo qilay, keyin gaplashaveramiz. Qisqa qilib aytganda. Agar kim naslli sistemni biz ochib bo'lsa olaveramizmi? Aloqa chiqarsizmi? Ja, Soni- o'zim bora olmasam ham pul kartada tushib boradi. Bo'ldi, pul naqd. Pul boshdagi ortilishdan oldin sanaladi. Ana o'shanda keyin ko'rasiz. Bu necha pul olyaptilar, necha pul sotyaptilar, necha pul dastavka bo'lyapti. Tichkila olib keta qoladi. Oson emas bizoni ishi, do'stlar. Buzoqchalarda oson emas. Hamma sohada aka tashqaridan qarasangiz oson ko'rinaveradi, lekin ichiga kirmagunizgacha Ha, qoqilib, suqilib. endi chorvada aka shunaqa narsaki, любой время sotsangiz pul. Ha. Aynimaydi, achimaydi, sasimaydi. Qaytang pulga pul qo'shadi. Ha, qunt bilan boqsangiz. Ha, mehr Buni bilan. olib borib bitta kuydirga navaraga, kuydirga o'g'ilga tashlab qo'ysa foydasi yo'q. Ha, kalla Borini bo'ladi. aytinglar-da. Kalla bo'ladi. Ana hamma chiqib olib, voy molga pul tiksang undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Motivator. Ha. Fermer, Shunaqa. fermer. Endi boqib mehnatini qilsa, uddasidan chiqsa bo'ladi. O'zicha o'zi bo'lmaydi. Yashay, Kimdir aka. to'g'ri tushunar, kimdir noto'g'ri tushunar. Shuncha yillik tajribadan kelib chiqib gapiramiz. Do'stlar, bu yo'lda biz qoqilganini ham ko'rdik, zo'r bo'lib ketganini ham ko'rdik. Hammasini ko'rib yuramiz. Ana aka, xudo xolasa bir to'da qilib maza qilib boqib. To'xtalaring, to'xta, to'xta. Voy, to'xta. Pulosiz bo'ldi, sotamiz bularni aka endi. Pulosiz kelar. bo'lganligi uchun sotamiz bularni. Shubda kelar. Shu qilganiga 12 ta viloyatga olib borib beramiz. Ketdi. Mana jam. Hayda oling ularni. Mana do'stlar. Bularni qarang. Voy, chempion. Ani kichkina ustemnilar ko'rsatamizmi aka? Yo'q, ular hali yetib kelishmagan. Ha, bo'ldi aka, xo'p. Do'stlar, ketkizgan vaqtinglar rozi bo'linglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Bittadan like bos, kommentariyada o'zingizlarning chiroyli shaxsiy fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Biz sizlar uchun ana bitta qolib ketdi, anta qolib ketdi. Sizlar uchun xizmatdamiz. Ishtaqalari zo'r, xudo xolasa. Do'stlar, mana joy dargoh qarang. Hammaga shunaqa chiroyli dargoh qilib olishni Alloh nasib qildirsin. Hammani yangi tug'ilgan buzoqchalari mana shunaqa katta buqa bo'lsa. Mana qarang. Film tugadi. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Mana. Hammasi zo'r, hammasi chiroyli. Pul tiksangiz ertaga o'zini oqlaydigan. Nima deydi? 10 million tikyapsizmi, shu pulingizga yarasha foyda qilishingiz kerak do'stlar. Misol uchun 13 million pul tikyapsizmi, o'shanga yarasha foyda qilishingiz kerak. Siz 13 millionni oson topmagansiz. Na men, na boshqa birovsiga topishib qo'ygan joyi yo'q. Shuning uchun qayerdan nima olsangiz ham yedi ishni sog'lig'ini hammasini tekshirib oling. Ertaga qoqilib qolsangiz hech kim, "Men buni oluvdim, men buni olib qo'y" demaydi. Sizlarga yaxshisini ishonchlisini ko'rsatamiz. Yeb ichishlarni ham ko'rsatgan ekan, qarang. Talashib yotibdi bular. Uyushtirib bo'lmaydi bu narsalarni, bu sahnalarni. Ha, mana qarang. Manga, yo'q, manga. Tustalashyapti bular. Bularga tuxum bersa, hozir Bemalol. suvda. Katta-da bular. Ha. Yengisiga bo'lmaydi. Mana do'stlar.